Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan 4-devor kanali muallifi. Videoni boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu animedagi super kuchlar va sehr bu shunchaki inson xayoli. Bilib qo'ying, haqiqiy kuch va yordam faqatgina Allohdan keladi. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan o'zim yaxshi ko'rib ko'rgan eng yaxshi, eng dahshat animelardan biri Parazit haqida sharh qilamiz. To'g'risi, bu sonni maksimal darajada qiziqarli va sizlarga yoqishi uchun qattiq harakat qilib ishladim. Lekin mualliflik huquqi sababli ushbu videoni qayta montaj qilish uchun 1-2 kunimni sarfladim. Shu sababdan biz biroz kech qoldik, chunki YouTube bizning videoni o'tkazmayotgan edi. Shuncha mehnatdan keyin mana nihoyat tayyor bo'ldi. Umid qilamanki, sizlarga ushbu sonimiz juda ham yoqadi. Do'stlar, bundan avvalgi sonimizda 3,5 mingta laykni birdaniga yig'ib berdingiz. Meni qilgan xatoim sizlarga past baho berganim. Agar ushbu videoga 4000 ta layk yig'ib bersangiz, Parazitning ikkinchi qismini chiqazamiz. Shu sababdan keyingi qismini ayni hozirdan ishlashni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Kommentariyada sizni kutaman. Demak, tanishing, bu Shinichi oddiygina yuqori sinf o'quvchisi, lekin afsuski u mashhur detektiv Conan emas. Qayerga borsa o'sha yerda jinoyat sodir bo'lmaydi. Kecha-tunda nima balo tush ko'rganini o'zi ham bilmaydi, lekin ertalab turib qarasa butun badani zirqirab og'riyapti. Ayniqsa o'ng qo'li g'alati uvushib qolgan. Oyisi bo'lsa, o'g'lim, tuni bilan qulog'ingdagi naushnik simini qo'lingga o'rab uxlabsan-ku, deb kulib qo'ydi. Lekin Shinichi buni umuman eslay olmaydi. Dasturxondagi qotgan nonni ko'rib ishtahasi lekin onasi qo'yarda qo'ymay, nonushta qilmasang maktabda kalla ishlamaydi deb majburlab yedirdi. Endigina issiq choydan mazza qilib ho'playman deb turganda, qayerdandir paydo bo'lgan o'rgimchak yuziga sakradi. Shinichi qo'rqqanidan joyda sakrab tushdi. Bu bola azaldan hasharotlardan o'lgidek qo'rqadi. Ularni ko'rdi deguncha sochi tikka bo'lib ketadi. Katta yigit bo'lib turib, bunaqa qo'rqoq bo'lishini qaranglar. Ota-onasi ham bu holatga qo'l siltab qo'yishgan. Xullas, Shinichi sumkasini olib maktabga yo'l oldi. Yo'lda uning dugonasi Murano ko'rib qoldi. Qarasaki Shinichining kayfiyati yo'q. Shunda bitta qo'rqitib hazillashmoqchi bo'ldi. Lekin qarangki, Shinichi orqasiga qaramasdan ham qizning qo'lini shart ushlab oldi. O'zi ham buni kutmagandi. Refleks deganlari shu bo'lsa kerak. Shinichi hayron bo'lib orqaga qaradi. Murano bo'lsa labini burib, sen meni kelayotganimni bilgan ekansan-ku, ataylab qilgansan" deb arazladi. Shinichi yo'q, unda emas deb tushuntirmoqchi bo'lib qo'lini ko'targan edi. Juda noqulay vaziyat bo'ldi. Qo'li bexosdan qizga tegib ketdi. O'zi ham nima bo'layotganini tushunmay qoldi. Bu qiliqdan Shinichining o'zi ham shokda. Xuddi qo'li unga bo'ysunmay o'zboshimchalik qilayotgandek tuyuldi. Tabiiyki, buning evaziga qizdan bir chiroyli tarsaki edi. Zarba kuchidan ko'zoynagi ham uchib ketdi. Buni esa chetda turgan Tachikava ko'rib qolgan edi. Qiz uning ko'zoynagini olib berib, "Nega bunaqa qilyapsan? Jinni bo'lib qoldingmi?" degandek savol berdi. Shinichi nima desin, bilmayman deb yelka qisdi. Tanasi o'ziga bo'ysunmayapti. Dars paytida ham ahvol shu. Shinichi partada mudrab o'tiribdi, lekin qo'li partaning tagida. O'zidan o'zi telefon titkilab, internetda videolarni tomosha qilyapti. Qoyili. Shunda Shinichining esiga kechagi voqea tushdi. Uxlab yotganida qandaydir g'alati maxluq burniga kirmoqchi bo'lgan ekan. Yaxshiyamki qattiq aksirib yuborgan. Burnidan otilib chiqqan o'sha narsani ko'rib, yuragi yorilay dedi. Karavotdan sakrab turdi. Haligi yashil maxluq bo'lsa, stol ustiga chiqib olib, unga orqadan tashlanmoqchi bo'ldi. Haligi yaramas maxluq Shinichining chalg'igandan foydalanib, shartta qo'lini teshib, ichiga kirib oldi. Dahshat. Shinichi uning teri ostida qimirlab, sekin-asta yuqoriga o'rmalab ketayotganini sezdi. Jon holatda naushnik simini olib, qo'lini qattiq bo'g'ib bog'lab tashladi, toki u miyasigacha yetib bormasin. Uydagi shovqin-surondan ota-onasi yugurib chiqdi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" Shinichi bo'lgan voqeani aytib berdi. Lekin ular nima deb o'yladi deysizmi? O'g'limizning lunatik kasali qo'zg'abdi. Tushi qursin deb o'ylashibdi-da. Axir bunaqa gapga kim ishonadi? Shinichi isbotlash uchun qo'lidagi teshikni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Qarasaki teshik yo'q, g'oyib bo'lgan. Dadasi bo'lsa unga shubha bilan qarab, "O'g'lim, sen yashirincha biror narsa chekib yuribsan. Ko'zingga ko'rinyapti shekilli" deb hazillashdi. Shinichi qarasaki qo'lidagi og'riq ham g'oyib bo'lgan. Xuddi hammasi tush yoki gallyutsinatsiyadek tuyuldi. Rostdan ham ichimga maxluq kirdimi yoki o'zim to'qib chiqardimmi deb o'ylab qoldi. Ko'zini ochib, boshini ko'tarib qarasa, tepasida o'qituvchisi qarab turibdi. Labida g'alati qo'rqinchli tabassum. "Darsda telefon o'ynab o'tiribsanmi? Javob ber." Shinichi shokda. Axir u telefonni o'chirib qo'ygan edi-ku. Ekranga qarasa, odam anatomiyasi haqida ma'lumotlar turibdi. O'qituvchisi bilan tortishib o'tirmadi, baribir foydasi yo'q. "Uzr ustoz, ayb menda" deb qutuldi.
Tanaffusda Muranoni ko'rdi, lekin qiz unga qayrilib ham qaramadi. Endi arazlaganda u. Yaxshiyamki eski dugonasi Tachikava bor. U xavotir olma, o'zim gaplashib yarashishingga yordam beraman deb va'da berdi. Lekin Tachikava Shinichidan xavotirda edi. Bugun u juda g'alati bo'lib qolgan. Buni Shinichining o'zi ham sezdi va mazam yo'q deb javob so'radi. Ertaroq uyi ketdi. Yo'lda ketayotib chorrahada katta tezlikda kelayotgan mashinani ko'rdi. O'tkazib yuboraman deb turganda birdaniga kichkina qiz yo'liga yugurib chiqib qoldi. Shinichi qimirlashga ulgurmay, tanasi o'z-o'zidan harakatga tushdi va ishonsangiz, katta tezlikdagi mashinani bir qo'li bilan to'xtatib qoldi. Dahshat! O'zi ham ko'zlariga ishonmayapti. Bu qanaqa kuch? Qo'rqqanidan uyiga qarab yugurdi. Xonasiga kirib, o'tkir pichoqni oldi. "Sen kimsan o'zi? Mening qo'limmisan yoki boshqa narsami?" deb pichoqni sanchimoqchi bo'lib turgandi. Ana xolos. Qo'lida birdan ko'z va og'iz paydo bo'ldi. Qarangi, qo'lidagi maxluq xuddi yosh bolaga o'xshab g'o'ldirab, tushunarsiz so'zlarni aytishni boshladi. Keyin esa uyalmasdan, "Men sening o'ng qo'lingni yeb qo'ydim" dedi. Shinichi buni eshitib, xuddi aqldan ozgandek asabiy kulib yubordi. Jahli chiqib pichoqni oldi-da, ikkilanmasdan qo'lga sanchimoqchi bo'ldi. Lekin maxluq chaqqonlik qilib, pichoqning tig'ini shartda ushlab, qarsillatib sindirib tashladi. Voy dod, kuchini qarang buni. U Shinichiga "Menga gapirishni o'rgat, yaxshi gapira olmayapman" deb buyruq berdi. Shinichi pardalarni yopib, u bilan gaplashmoqchi edi, lekin maxluq "Charchadim" deb yana oddiy qo'lga aylanib qoldi. Shu payt oyisi xavotir olib keldi. Shinichi esa darrov o'zini uxlaganga soldi. Keyin internetdan bu kasallik haqida qidirdi, lekin birorta ma'lumot yo'q. Bechora dunyoda birinchilardan bo'lib shu baloga yo'liqdi shekilli. Ertasi kuni ertalab Shinichi dasturxonga o'tirib, xuddi och qolgan bo'ridek ovqatni paqqos tushira boshladi. Onasi esa hayron. Kecha kasalman deb maktabdan qochgan bola bugun 3 kishining ovqatini yeyapti-ya. Shinichi bu sirni hech kimga aytmaslikka qaror qildi. To'g'risi hamda aytsa kim ham ishonardi? Shu vaqtda shaharning boshqa joylarida dahshatli ishlar bo'layotgandi. Bir mast kishi ko'chada qon ko'lmaklari va uzilgan qo'lni ko'rib qoldi. Yana bir joyda esa qo'shni ayol ikkinchi qo'shnisiga "Yomg'ir yog'ayapti, kiyimlarni yig'ishtirib oling" deb qichqirdi. Lekin dorga osilgan narsa kiyim emas, odam terisi edi. Dahshat. Shinichi xonasida yotibdi, lekin kechagi voqeadan hali ham o'ziga kela olmayapti. Agar bu gaplarni birovga aytsa, uni to'g'ri jinnixonaga olib ketishlari aniq. Shinichi haligi qo'l maxluqni uyg'otmoqchi bo'lib turtib ko'rdi, lekin u xuddi o'likdek qimirlamadi. Axir o'zi ham uxlab qoldi. Bir payt ko'zini ochsa, voy dod, maxluq Shinichining kitoblarini varaqlab o'qib o'tiribdi. Qoyil o'zini o'zi oqlayotgan ekan-a? Bilimga chanqoq talaba bo'lib ketibdi-ku. Endi u ancha ravon va tushunarli gapiryapti. Shinichi hayron bo'lib, "Sen nimasan o'zi? O'zga sayyoralikmisan?" deb so'radi. Maxluq esa "O'zga sayyoralik nima degani?" deb kompyuterdan qidira boshladi. Lekin biologiya kitoblarida ham unga o'xshagan narsa yo'q. U qayerdan kelganini o'zi ham bilmaydi. Faqat bitta narsani eslaydi. "Afsuski, sening miyangni yeya olmadim. Juda alam qilyapti." Buni eshitib Shinichining badani jimirlab ketdi. Salqosi miyasidan ayrilardi-ya. Shinichi bechora qo'rquvdan dag'-dag' titrayapti. Hozir bu maxluq miyamni paqqos tushiradi deb o'ylayapti-da. Lekin maxluq xotirjam. "Xavotir olma, agar qo'limdan kelganda miyangni yeb bo'lardim, lekin qo'lingga tiqilib qoldim. Shu yerda ulg'ayib ketdim" deb tushuntirdi. Agar u rejasini amalga oshirganda Shinichi allaqachon zombiga aylanib, tanasi boshqa birovning boshqaruviga o'tgan bo'lardi. Shinichi nola qilib, "Nega aynan men? Nega boshqasi emas?" deb so'radi. Maxluq esa "Bu shunchaki tasodif. Sen lotereyada yutding" degandek javob qildi. Shinichi umidsizlikka tushib, balki kasalxonaga borib bu la'nati qo'lni kestirib tashlarman deb o'ylagan edi. Maxluq darrov qarshilik qildi. "Bekor aytyapsan, men sening qo'lingga ozuqa beryapman. Agar meni kessang, o'zing ham qurib qolasan, ham qo'lsiz qolasan, ham o'lasan." Maxluq davom etib, "Bu ikkimiz uchun ham katta yo'qotish bo'ladi" dedi. Shinichining buni eshitib miyasi g'ullab ketdi. "Qanaqa ikkimiz? Sen mening ruxsatimsiz qo'limni yeb qo'yding-ku. Tekinxo'r" deb baqirdi. Maxluq biroz jim turib, keyin taklif keltirdi. "Kelishib olaylik. Men uxlaganimda qo'l sening ixtiyoringda bo'ladi. Ikkimiz birga harakat qilsak, tirik qolamiz." Shinichi endi og'iz juftlab so'kmoqchi edi. Qarasaki, bu yaramaz allaqachon uxlab qolibdi. Tur o'rningdan gaplashamiz." Foydasi yo'q. Xonadagi hamma kitob daftarlarni yig'ishtirish Shinichining bo'yniga tushdi. Shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab vahshiy qotilliklar ko'payib ketgan edi. Shinichining dadasi ham yangiliklarni eshitib, "O'nlab odamlar o'ldi, dahshat" deb gapirib o'tirgandi. Shu payt stol ustida o'rgimchak paydo bo'ldi. Ota-onasi Shinichi hozir baqirib yuboradi deb o'ylashgandi, lekin u indamasdan o'rgimchakni qo'liga olib, derazadan uloqtirib yubordi. Ota-onasi hayratdan yoqa ushlab qolishdi. "O'g'limizga nima
nima bo'ldi? Bugun Shinichi maktabga boshqa yo'ldan ketdi. Maxluq buni darrov sezdi. Sen politsiyaga ketyapsanmi? Shinichi ha degandek ishora qildi. Maxluq esa Ahmoq bo'lma, seni darrov ushlab olib, laboratoriyada tajriba quyonchasidek kesib tashlashadi. Oddiy hayotni unut. deb qo'rqitdi. Birdan maxluq to'xta deb baqirdi. Yaqin atrofda menga o'xshagan yana bitta maxluq bor. Ular o'sha tomonga yurishdi, lekin dushman ularni allaqachon sezib bo'lgan edi. Shinichi joyida qotib qoldi. O'ylab ko'ringki, agar u yerda yana bitta shunaqa maxluq bo'lsa, Shinichining miyasi abedga aylanib qolishi hech gap emas. Yigit orqaga qarab qochmoqchi edi, lekin qo'lidagi parazit simyog'ochga yopishib oldi. Men o'z urug'imni ko'rishim kerak. Bu senga ham foydali bo'ladi. deb turib oldi. Ilojsiz qolgan Shinichi uning aytganlarini qilib bordi va ko'zlariga ishonmadi. U yerda parazit egallab olgan it boshqa bir itni g'ajib yotardi. Itning tumshug'i xuddi qo'rqinchli kinolardagi maxluqlardek ochilib ketgan. Tishlari arra bo'lib ketgan. Dahshatning o'zi. It og'zini yig'ishtirib Shinichining qo'liga qarab g'o'ldiradi. "Sen ham missiyani bajara olmadingmi?" deb so'radi haligi it. Shinichi qo'rqqanidan ko'zini yumib oldi. Boshqa basharaga qarab bo'larmikan? Itning tanasi unga yoqmayotgan ekan, odam tanasi kerakmish. Shinichining qo'li egasi sudrab qochishga tushdi. Chunki u it Shinichining hali odam ekanligini sezib qoldi va u o'ldirmoqchi. Jang boshlandi. Qaranglar, itning orqasidan qanot chiqib uchishni boshladi. Shinichi buni ko'rib, qo'rqqanidan shimini qo'llab qo'yishga sal qoldi. Agar hozir o'lishsa, ikkalasi ham ketdi. Shinichi tamom bo'ldim deb turganda qo'li chaqqonlik qilib sakradi-da, havoda turib itning yuragini sug'urib oldi. It gursillab yerga tushdi, yurak ketdi, o'yin tugadi. Chunki u itning organlari hisobiga yashayotgandi. Motor to'xtagach, u ham o'ldi. Parazit tushuntirishicha, u it bor kuchini qanot chiqarishga sarflab, ko'krak qafasini himoyasiz qoldirgan ekan. Bizning qo'l esa aqlli, kitob o'qigan, dushmanni o'rganib chiqqandi. Shinichi bu gaplarni eshitib, o'zini xuddi hissiz robot yoki suvarak bilan gaplashayotgandek his qildi. Uyga borib qo'lini sovullab yuvmasa, ko'ngli joyiga tushmaydi endi. Voqea tugadi, lekin 2 kun oldin yer yuzida kimdir bu hayotni asrash kerak deb o'ylagan edi. Qiziq, kim ekan u? Jinoyatchilik va yomonlik hamma joyda avj olgan payt, ana shunda parazitlar paydo bo'ldi. Tasavvur qiling, bechora qizni ko'chada 3 ta bezori to'sib oldi. Basharasidan ma'lum, niyatlari buzuq, shilqimlik qilishyapti. Biri yelkasidan quchoqlaydi, biri gap o'tadi. Xullas, qizni tinch qo'yishmayapti. Shu payt qayerdandir notanish bir erkak paydo bo'lib, "Qani yo'qol" degandek 3tasini ham bitta musht bilan qulatsa bo'ladimi? Qoyil. Keyin qizga "Yuring, kuzatib qo'yaman" deb ketayotganda, haligi 3 ta yaramas temir tayoqlar bilan orqadan kelib, erkakning boshiga shunaqa urdiki, oddiy odam o'lib ketardi. Lekin bu erkak yiqilmadi ham. G'alati gaplarni g'uldirab, "Mening og'zim 4 ta odamni hazm qila olmaydi-yu." Qiz buni eshitib shokda qoldi. Hisob-kitobni qarang. 3 ta bezori va bitta qiz, jami 4 ta ovqat. Qiz qochishga ulgurmay, haligi erkakning boshi birdan ulkan bir pichoqqa aylanib, hammasini shartta kesib tashladi. Dahshat. Ishni bitirgach yana odam basharasiga qaytdi. "Bu yuzim eskirib qoldi, yangisini topishim kerak" deb g'uldiradi. Voydod. Endi Shinichiga qaytamiz. Qo'lidagi parazit bilan gaplasha chetdan qaragan odamga o'zi bilan gaplashadigan jinniga o'xshab qolgan. Parazit o'ziga qulay bo'lsin deb Migi deb ism qo'yib oldi. Jismoniy tarbiya darsida Shinichi basketbol o'ynab, hamma qizlarni o'ziga rom qilib qo'ydi. Ayniqsa Murano unga qarab pomidordek qizarib ketdi. Tachikawa vaziyatdan foydalanib, "Ey odamlar, agar Shinichi hozir gol ursa, Murano uning o'tgan safargi qilig'ini kechiradi" deb baqirdi. Ana xolos, shartni qarang. Shinichi uyalib qoldi, lekin sinfdoshi Nagai unga hasad qilib, ko'zi yonib turganini sezmadi ham. Nagai ataylab yo'lini to'sib, to'pni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin bizning qahramonda Migi bor-ku. Parazit yordamida shunaqa chiroyli gol urdiki, hammaning og'zi ochilib qoldi. Dars tugagach, Tachikawa Muranoni sudrab Shinichining oldiga olib keldi. Shinichi chin yurakdan uzr so'radi. Yigit kishining gapi bitta. Murano o'zicha noz qilib, "Mayli, agar yakshanba kuni menga tort olib bersang, kechiraman" dedi. Oho, bu degani uchrashuv, romantika degani. Shinichi xursandligidan osmonda uchib yurganda, Migi birdan g'alati shaklga kirib, xuddi kichkina odamchaga o'xshab qoldi. Shinichi qo'rqqanidan "Voydod" deb baqirib yubordi. Yaxshiyamki Murano buni ko'rmadi, bo'lmasa uchrashuv bekor bo'lardi. Qiz uning faqatgina baqirganidan cho'chib tushdi. Shinichi shunchalik g'alati qiliqlar qilyaptiki, Murano uni "Bu o'zi biz bilgan Shinichimi yoki boshqasimi?" deb shubhalanib qoldi. Yaxshiyamki qiz ko'p surishtirmasdan ketib qoldi. Aslida gap nimada deng? Migi odamlarning sevgi muhabbat munosabatlariga qiziqib qolgan ekan. U Shinichining xayolini o'qib, Sen shu qiz bilan yaqin bo'lmoqchimisan? deb shartda yuziga soldi. Shinichi uyalgandan qizarib nima deyishni bilmay qoldi. Shu payt Nagai paydo bo'lib, "Erkakcha gaplashib olamiz" deb qoldi. U Shinichini o'z-o'zi bilan gaplashib, qizlarni o'rashni mashq qilyapti deb o'ylagan shekilli. Maqsad aniq, Murano uchun jang. Shinichi tayyorlanishga ulgurmay
o'tmay kalta kiyib qoldi. Agar hozir Migini ishga solsa, Nagai o'lib ketishi aniq. Shuning uchun Shinichi chidab turdi. Lekin bu bola haddidan oshib ketdi-da. Oxiri Migining sabri chidamadi. Shartda chiqib Nagaini bitta urdi, lekin kuchini sal oshirib yubordi shekilli. Bechora bola 10 metr nariga uchib ketdi. Shinichi: "Ey tentak, kuchingni sal pasaytir, o'ldirib qo'yasan-ku", dedi. Nagai bitta zarbadan keyin shimini qo'llab qo'yishga oz qolib, orqasiga qaramay qochdi. Migi nafaqat jangda, balki kundalik ishda ham aralashadigan bo'lib qoldi. Ovqat ye, hojatxonaga bor. deb aql o'rgatadi. Hojatxonada turganda Migi yana g'alati savollar berib, Shinichining tanasi bilan tajriba o'tkazmoqchi bo'ldi. Shinichi o'z-o'zi bilan gaplashayotgandek tuyuldi. Yonidagi kabinkadagi bola buni eshitib, bu bola jinni bo'lib qolganmi? O'zining a'zosi bilan gaplashyaptimi? deb o'ylab qoldi.